Universitet oldiga mana shu qarorda qo'yilgan vazifalardan biri 2030-yilgacha universitet dunyoning top 1000 talik reytinglariga kirish kerak vazifasi qo'yilgan. Buning uchun biz qanday ishlarni amalga oshirishimiz kerak? Avvalambor top reytingga kiradigan ko'rsatkichlar bor. Universitet professor o'qituvchilarini publikatsion aktivligi, ya'ni xalqaro jurnallarda publikatsiyasini oshirish. Ikkinchisi, xalqaro maydonda ish beruvchilar bilan birgalikda universitetni bilish, ya'ni targ'ibot o'sha. Uchinchi, ish beruvchilarni bugun bizni joylarda ishlayotgan bitiruvchilarimizga baho berish va bir qancha ko'rsatkichlar bor. Mana shu ko'rsatkichlarni belgilab oldik va bu ko'rsatkichlarni yillar davomida raqamli ko'rsatkichlarga bo'lib chiqdik. Ya'ni 2025-yildan 2030-yilgacha bajaradigan vazifalarni yo'l xarita qilib qo'ydik. Mana shu yo'l xaritani amalga oshiradigan bo'lsak, albatta men o'ylayman 2030-yilga borib o'sha top 1000 talikka kirish imkoniyatimiz bo'ladi. Bugun universitetda Green Matrix ko'rsatkichi bo'yicha biz 1000 talikka kirganmiz. RAR, Vuri, Webometrix ko'rsatkichlarida bugun universitet o'sha top 5000 talik, top 6000 talik, top 3000 talikka kirganmiz. Lekin top 1000 talikka kirish uchun bir qancha harakatlarni amalga oshirishimiz kerak.